hadislarni yozdilar. Rasuldan so'ng tinmayin ergashdilar nasllar, yolg'onmi chin bilmayin. Payg'ambardan bir hadis sunanlarda kelgandi, yozing Qur'on hadisni, yozmang aslo degandi. Mendan hadis yozmanglar, Rasul dedi shu ondan, o'chiringlar hammasin, bo'lmasa gar Qur'ondan. Rasul yozmanglar deya aytsa hamki ummatga, hadislarni uydirib yuz tutdilar zulmatga. Payg'ambar vafotidan o'tib yillar, har safar uydirildi hadislar. Rasul bundan bexabar. Uydirdilar Oysha onamizdan rivoyat, shu hadisning o'zida qarang qancha jinoyat. Vafot etdi payg'ambar, band edik janozada, oyatlarni tutgandim, yostig'im bor xonada. Echki kirib xonamga, oyatni yeb ketdi-da, shu oyatlar Qur'onga kirmay qolib ketdi-da. Zinokorga toshburon kelgan edi oyatda, kattalarga mahramlik emizilgan holatda. Kirmay qoldi Qur'onga echki yegan oyatlar, hukmi bo'lmayin bekor, boshlandi jinoyatlar. Bu hadisda Allohga, payg'ambarga tuhmatlar, uydirmaga ergashib yashab o'tdi ummatlar. Alloh aytar Qur'onda, haqdir bizning so'zimiz, zikrni biz berganmiz, saqlaguvchi o'zimiz. Saqlolmadi echkidan der hadisning ma'nosi, hadis yozganga bo'lsin Allohning ko'p balosi. Qur'on bizga yetarli, Allohning inoyati. Bir oyat bor Qur'onda, Rasulning shikoyati. Qavmim tutdi Qur'onni, tark etilgan holida, bo'ldi Qur'on qadrsiz hadislarning yonida. Qur'on qolib hadisdan olib qancha fatvolar, musulmonlar qonidan to'lib oqdi daryolar. Payg'ambarni bit bosgan degan sahih hadis bor, shu hadisning borligin hech kim qilolmas inkor. Chunki o'sha hadislar Buxoriyda bor hamon, payg'ambarga haqorat hadislarda yonma-yon. Aytgan edim bu hadis to'g'ri kelmas Qur'onga, zulmatlarga nur bo'lib yuborilgan insonga. Malomatlab Rasulning sunnatin tark etdi deb aytdilarki hadisdan yuzin burib ketdi deb. Bo'xtonlarin yog'dirib tashladilar beayov, eshak kabi qochdilar, sherdek yursam men yayov. Sunnatni tark etmadim, payg'ambarga ergashib, ko'r muridlar yursa ham qadamlarim tergashib, og'izlarin to'ldirib amal qil der sunnatga. Hayron qoldim Rasulni xorlab qo'ygan ummatga. Ochib o'qing hadisni, topasiz ko'p ixtilof, uydirmalar, tuhmatlar kelar Qur'onga xilof. Hadislarda haqorat, payg'ambar odobiga botibdilar shuncha vaqt, zalolat girdobiga. Payg'ambarga haqorat Buxoriyda mushtarak,
uylandi der Oyshaga, bo'lsa hamki bir go'dak. Tuhmatlari Rasulga juda oshib ketganda, uylandi der Oyshaga 6 yoshga yetganda. Rasululloh go'dakka uylanmagan hech qachon tuhmatlarin otdilar, hadislar to'qib yolg'on. Ochiq tuhmat, payg'ambar bunday ishni qilmagan, hadis yozgan kimsalar payg'ambarni ko'rmagan. Yolg'onlarin haspo'shlab, roviylar turna qator vafot etib payg'ambar, islom ham bo'ldi abgor. Roviylarni tuzdilar ilmi rijol, shariatni buzdilar, harom qilindi halol. Kofir bo'ldi qachondan Qur'onga kelgan inson, hadislardan rasulni himoya qilgan inson. It xurar, karvon o'tar, itlarga teng bo'lmaymiz. Mayli desin Qur'oniy, bizlar xafa bo'lmaymiz. Bu nom bizga bir sharaf, kitobimiz Qur'ondir. Siz ergashgan hadislar uydirma-yu yolg'ondir. Olg'a qadam tashlaymiz, bo'lmaymiz endi sarson. Jannat sari boshlaymiz, bizlarda bordir Qur'on. Topshiramiz o'zimiz Alloh himoyasiga, sizga aytar so'zlarim yetdi nihoyasiga.